ve onundan başka ben işim kılanmaymayken dep oylagan mandaq bir hata düşüncelerde oңşuluşqa başladı. Psixiki jihatdan ularga yaxshi bir ilhamlandırışlar bulundu. Tikiş jarayonida tabii ki onunğa özünün əhlini, kiyimdən estetik zövq alalaydigan və estetik zövq beralaydigan bir əhlini singdirdi onunğa. Suriyaliklarninki bu Türkiye'nin her qaysi rayonlarda başlangıç tuluqsuz hatta tuluq o'ttiruv seviyede dersleri başlanıp boptu. Bir 8-10 yıl içinde bular qilib bo'la olibdi bu ishlarni. Shuning bilan bizmi bir hamda mushada yashayotgan bir xalq bo'lishibdimiz. Biz zodi ish qila olamiz. Şuyluq adam özümdə qazsa, özdə bu artıqçılıqni his qilsa, ya'ni qobiliyatni his qilsa, onu qezib chiqarsa, o hamma bir kuni qimmat yarata oladi ekan. To'g'ri. Bu Uyg'ur ma'rifini hamda mushu Türkiye davlat ma'rifining bir beqindis qilib olish bo'lamdi. Buni kirgizib olsa qanday bo'ladi? Shunda bu vaqtda hattoki turklarmi sizlarni qilayotgan ishinglar nihoyat yaxshi bo'libdi. Agar bir ishga buyursak, sizlarni nima qilsak bo'g'dak degandek shunday yaxshi bir davomli ish bo'lgan. Şoňlaşqamdy qadam basqıçlarımız, liniyerimiz bu şekilde mansa, anandaki oğullar bizgi bir narsa öğretmemişler dep bulardan mı keldi? Tikişçilik kesbini öğütümüz. Meni qandikin başqa yana nimalar bor deb. Hozirning o'zida masalan nima bor degan vaqtida mushu İstanbulda eng jiq uchraydigan bosh og'riqning birisi qistongchilik hamdi. Demak, nimaga ko'p deganda mashina avtomobillar ko'p. Biz mushu avtomobil remontchilikni o'rgatmoqchi bolalarga. Chunki buningki iqtisodiy kirimi alayida yuqori ekan bu ishlarniki. Ham uni qisqa muddat ichida o'rgana oladi ekan. Ham o'g'illarning qiyinida bor bu bir ishchi va qiziqishi bor bu ishlarga nisbatan. Herkes qandaqdir bir qasmoqlik yoki bo'lmasa bir mehnatlik degandek narsa emas. Bu avtomobilniki o'zi nayta turmushimizga bak singib kirgan narsa bo'lg'achqa buni o'rgatmoqchi inshaalloh. Andan keyin ma'u qo'l hunarvanchilik buyumlari, Uyg'ur milliy qo'l hunarvanchilik narsini qanday qilgan chog'da milliylikdan xalqaralashtirishga, Uyg'ur dunyosidan shu bütün başka davlatlarga nima qila oladigan bir holatni shakllantira olamiz degan nima bo'yicha bizniki bir o'qituvchi alohida mushuning qadam bosqichlari bo'yicha izlanib boshlash oldida turyapmiz. Agar bo'lib qolsa, Uyg'ur qo'l hunarvanchiligidagi nihoyatda go'zal asarlarni ro'yobga chiqarish orqali buni to'rda mushu chet elliklarga tanishtirib setish orqali bolalarning mushu orqali kasb o'rganib buningga bo'lgan iqtisodiy kirimni oshirmoqchi. Yana birisiga mushu bolalarniki hozir Turkiyadagi eng iliqi tas va yoki bo'lmasa intayin zo'r ehtiyoj tushadigan bir kasbninki birisi nima degan chog'da uy jihozlarini yasash kasbi ekan hamda. Balkim nimada degan vaqtida uy jihozlarininki o'zi hamda yog'och ustam deydik biz burunda. Hamda haqiqatan o'choqdagi ustalar bek jafo tortibdi ekan. Nihoyat haqiqiy yog'och ustam bo'lib yetildi ekan to'q. Ammo bu yerda hozirgi davrdagi yog'och ustamlar kesishni, miqishni o'rgandi ekan-ku. Qolgan narsaning hammasi bozorda bor ekan hamda. Zamonaviylashib ketdi ekan. Shunda bo'lgandan keyin masalan bir taxtani setib olsak, bu xam materiali bek arzon. Ama lekin buni azroq bir tusga kirgizib, buni bir go'zal san'at shaklida buningga uy jihozlari bo'lib, o'tirg'i chiqsa, bu nechasi qatlaydi ekan-ku bunda. Agarda biz mushu narsalarni qila olib, buni to'rda setishni imkoniyatimizni barcha qila olsak qanday bo'lmoqchi? Tabiiyki qila olamiz. Demak, biz har qanday ahvol ostida g'ayrat qildik-miz, zamon va makonning ta'siriga uchramaydigan qaysi davlatning o'ziga bosimi yana oqadigan bir davlat cheklimizga uchrab qolmaydigan bir kasblarni tanlab qilmoqchi bo'lyapmiz. Ondan keyin shu kompyuter kasbi hozirgi bizningki nihoyatda bek muhim ishlarimizdan birisi bo'lib, hamda shu xalqimizga kompyuter kasbini rasmiy sistemlik bir tarbiyalash, o'rgatish orzularimizning ichidagi bir orzu edi. Hamda buni Allohning rahmati bilan asta-asta ro'yobga chiqardik. Hamda bu darslarimiz boshlanmoqchi. Bunda bo'lgan vaqtida o'quvchilarimiz har qaysi sohalarda tarbiyalanish, universitetda media va boshqa kasblarda o'qigan o'quvchilar uchun praktika, sahnasi hozirlash orqali bolalarningki o'zi qiziqqan, o'zi yaxshi ko'radigan bir kasblarga sahna hozirlab berish orqali o'quvchilarimizni texnik yaxshi bir liniyaga akirish va undan boshqa iqtisodiy kirim yarata oladigan bir yaxshi bir holatni shakllantirish orqali ishsizlik nisbatini nihoyatda bir qo'limizni kelishi tuvallatishga tirishyapmiz. Alloh xolisa bu natijalarni bu tez suratda bo'lsa inshaalloh.
Degeniz kelgey. Amin. 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 Hey siz bir devletning ishini qilibsiz-ku. Tavama gap beriңiz anglab hayron qoldim. Bugun hayajonli ketgan bo'ldim. Rahmat. Baldırak söhbət qılaydı desək şu siz aldıraş olub getdiniz. Öyünüz azraq bir musibət işlər bu. Söhbət keçikib getdi. Lakin keçikib anlığını bək əfsusdan ketib barmən baldırak. Allah baldır xoş vasat olmamdı deyimən. Rahmat. Xudayimiz əməlgə aşçı deyə, yaxşı niyyətçi əməlgə aşçı. Çünki qara siz yaman nərsini xiyal qılmdınız, oylağanlarınız həmiz bir-birisindən gözəmdi. Göz aldım, kəltirib, mənzərlərini təsəvvür qılıb getdim. Çünki yaqıraq yaxşı işdən ilgisi Allah. Allah yaxşı işini qollaydı. Onda bu işdən çox əməlgə aşçıdı deyib təsəvvür qılsaq hər kəs xatalaşmayımız. To'g'ri. İnşallah. Agar bu ish ro'yobga chiqmagan taqdirdami, bizda bir dil azobi, vicdan azobi bo'ldigan ish bo'lmaydi. Chunki biz qo'limizni kelgan ishni hammani qildik, imkoniyatimizdan hammani qildik. Tabiiyki, men shu koronavirus sababli 19 kun balnisda qoldim, doktorxonada yotdim. Shu 19 kun ichida men nihoyatda ko'p narsalarni o'ylandim. 19 kun ichida hayotimni bir eslab chiqdim. İnsanning hayoti nihoyat qisqa ekan. Birdamda bolalikdan mana yoshlik davri bu qadam qo'ydik. Bugun qirimiz. Hamda qirig'ilimi Alloh nasib qilamdi, yo'qmi? Bu yerga masala bor. Ha. Shunglashqa. Xudo valla ömrünüz uzun qilsin. Bek chiqishni o'ylabsiz, men boshqa. Endi hozir chunki men shu balnisda yetish jarayonida kunda yig'izora va yoki nurg'un o'liklarni uzatdim endi. Shu xil holatda bo'lgan vaqtida endi xuddi növbet qachon bizga keldiğini saqlab turgandeklan bir holat shakllandi. Bu xil tuvan ro'yi psixikalik holatning o'zida dunyoda bizning qilgan hech qanday bir tuzuk ishimizning yo'qligini his qildim. Shunglashqa vaqt bizni saqlab turmaydi ekan. Nurg'un qarindoshlarimiz bor. Chet elga chiqsak, ish qilib, osmoni kengayadi, jiq ishlarni qilsak deydi. Endi chet elga chiqqandan keyin quloqni tej qilib vatanga bir kirib olsak, uningdagi qog'ozni u yerda qilsak deb. Lekin vaqt bizni saqlab turmaydi ekan. Har vaqt biz nədil bo'ldi ekanmiz, atining egisi Allah, ati nima ish bo'lishini bilmaymiz. Shunga ba'zi ishlarda donolik bilan qaror chiqardim deb vaqtni bek so'zib o'tmay, qurbatimiz yetadiganligi ish bo'lib qolsa, qalbimizni pok tutgan holatda qadam bosqichlarini besishimiz bek zo'r. Hozirdan bugundan boshlab bugun kishini atiga qo'yma. Bugun nima qila olsak shuni qilish kerak. Dal to'g'ri. Shu shaklda bo'lgan vaqtning o'zida har vaqtda bu bizningki Allah Taala qo'limizni har qachon g'ayrat qilsaqlam buning nisbatan nihoyatda cho'ng bir yordamlari bo'ldi ekan. Endi masalan biz vatandagi vaqtida Erkin Sidiq akamizning yozmalarini biz shundoq to'r munbarlardan nihoyatda qiziqib o'qiydik. Endi u yozma shunda ilmiy, yaxshi, odamga ozuq bo'ladigan yozmalarni yozatdi. Shu jarayonlarda biz o'qib ulgurtib olmaymiz-da, endi yezib ulgurdi. Bu odam qanday yozgandi? Ya bir 4-5 adamni yoz deb, yozg'izib qo'yiblar, o'zi nima qilamdigan deb vatandagi vaqtlarimizni shuna o'ylaydik. Hatto shu savollarni so'rgan kishilar bo'lganki, Erkin aka siz qanday vaqtda yetishib bo'lasiz bu ishlarga? Degan shu Erkin Sidiq akamizniki bergan bir javobi, endi men mush ishni qilaman deb vaqt chiqarib, o'zing tirishib, niyatingni xolis qildi ekansizlar, Alloh taolo sana yordam qildi ekan. Alloh menga yordam qildi. Bu vaqtlarimni barakatli qilib berdi degan bir so'zlar meni aytib cho'ng ilhom bo'lgan menga. Shunglashqanda vaqt yetishmadi, aldirashlik degan gaplarimiz nihoyatda moda, ammo lekin bu aldirashlik ichidami yana vaqt chiqarsak nurg'un ishlarga vaqtimiz chiqadi ekan. Shunglashqa men ba'zi odamga ilhom baxsh beradigan ba'zi bir kitoblarni o'qigan vaqtida taraqqiy qilgan millatlarning ichidagi masalan Yapon millatining 2 soat uxlaydiganligi, 3 soat uxlaydiganligi bu deganga o'xshash nurg'un narsalarni ko'ratdik. Hattoki dunyoda nomi chiqqan, muvaffaqiyat qozongan qanday bir millat, qanday bir irqdagi bir kishi bo'lsin, shu kishiningki ekrandagi rasmga tushgan holat emas, uningki qilayotgan ishlar qaraydigan bo'lsak, hatto ba'zi davlat raislarining maran 2 soat uxlaydiganligini bildik ekanmiz-ku. Ularning kunki tomoq yemay ishlaydiganligini bildik ekanmiz. Demak, natija unda tiz bo'lib qolmaydi ekan. Shunglashqa qarindoshlarimizninki har qanday ish bo'lsa og'rinmasdan g'ayrat qiliblam izdansa cho'qim bir natijani chiqara oladiganligini ishimiz inshaalloh. Deginiz bo'lgan inshaalloh. Acaba keng doirada paranglashib oldik. Bizchu bu yangidan erkin paranglar deb
söhbət təsis qılıq şu bugünkü söhbətimiz erkin paranlar. Çünki biz məlum tema qoyub alsaqçı, ana dilim, can dilim, sunma soruqlar həm də erkin, həmmədəm özünün vücudundakı sunmağan tərəflərini çıxırdığı. Bəzi temalarını bir ad qoyub alsaq şu çəkmişil qaldıq gəmizdən. Şundan erkin paranlar da seyib qıldıq. Tağdın, bağdın, ko'nglimiz kashganni o'ylagani hammani mush ekran yuzidagilarga o'rtoqlashimiz. Shunga ko'nglimiz o'ylagan. Bu nəhayət yaxşı bir proqram bo'libdi. Erkin paranglar dediniz, hamda erkin parang qilayli bu yerda. Endi hozirgi masaladamda sizlar so'ramay, men sizdan bir so'rab baqay bir narsalarni. Sizning hamda hozirgi holatda jamiyatga nisbatan kishilarning nəhayət tirishlik kerak ekanligini, g'ayrat qilish kerak ekanligini dedik masalanga cho'mdi. Lekin men bir narsaga hayron. Endi bu qisqagina vaqtda UNTV deb bir TV qurildi. Ama lekin nəhayət jiq programmalar tez suratda ishlandi. Masalan, biz karton filmga ovoz berib, Hira studiyasi deb bir studiya qurib qilgandik. Endi bizning kartonlarimiz 15 minutdan oshmaydi. Shunga ovoz berib, tahrirlab, uni montaj qilib chiqarish uchun bizga bir hafta vaqt ketadi endi. Demak, endi bizningki şu bir haftani qila olsak deymiz endi. Lekin hozir sizning bu programmalarni qisqa vaqt ichida nəhayət ko'p programmalar chiqdi. Endi siz qanday vaqt yetishtirdingiz? Yoki bu aqidimamda mening bir hayronligim bor bunga nisbatan. Buningda nəhayət qandaq bo'lgan bir yilqi odamga energiya yetishmaydi. Qanday vaqtida, qanday chog'da uxlab, qay vaqtida buni chiqarib bo'laldi masalan. Buni bak qiziqib qoldim, shunga bir bunun bir depasingiz hamda erkin bir param olgandan özümde gepim özüm sal oldu da hazır. Bu mundacı abi sen degan bir gepimiz biz tirişi versek ügengen narsalar damalıq natija bermegenler o'yliq ma'lum vaqtdan keyin o tepib chiqadigan bir natija bo'libdi. Buning uchun ba'zi bir hayotimizni dasmiy qilib saldiganmiz. Men endi bu yerga bunday chiqib qilishimda boshqa cho'ng ishmi yo'q. Vatanda men mushta aktiv yashaydim. İşte faaliyetler qatnashib bir narsalarda radio televizorlarda so'zlab degandek yashaydim. Keyin 2006 yılı apam bir kasal bo'lib siqqan tushish bilan men bütün faoliyatim narsani cheklab 24 soat apamga hamroh bo'ldim. Apam bir o'simlik odamga ham aylandi. Tomoqni burnidan beramiz. Kichik taratmush ishlankilar bo'ldi. O'sha qilib rahmatli apam 2014 yil tugab ketgandan keyin angizma u Turkiyaga chiqdi. Men qizimni o'qitdim deb. Chiqib eliqib u vaqt bir yoqda apam qarab bir yoqdan tijorat qilib shunda bek charchab ekanman. 2-3 yil erkin yashadim qarang. Yashab uni keyindan yana bunda yashasam bo'lmaydi-ku. Men chiqib tajvid o'rganibdim. Boshqa ishlarni qilibdim. Uni keyindan bu jamiyatimizni kuzatib beqib bizning hayotimizda mushtaq Uyg'ur jamiyatidagi bütün aktiv insonlarni qezib chiqarib ularning hayotini so'ziltib, mushta erkin bir paranglashilgan yoki bo'lsa men o qaysi kasbda bo'lsin, shuni jamiyatga bir tunutib, boshqalarga bir xil kuch, ilhom bergan bir narsa komkan. Buni berish uchun boshda o'zim bir YouTube kanal ochdim, Izbasar nomida. Roman o'qidim, romanni sirt o'zim bayqagan narsani so'zlab qo'yib qo'ymashninga. Onu kendi bikattırmay yani bir şeyde asrak kiyim giyecek işlerinde şugullandım. Onga yani bir şey qaysam qarang. Hayatımızda bizning qilgan har bir ishimiz keyingi vaqtimiz uchun dasmiy bo'ldi ekan deganimning yana bir asosi men 28 yosh vaqtimda Uyg'urlardan tunji bo'lib loyiq tunishtirish o'rnashgan. İçib şu vaqtda psixik jihatdan maslahat berish ishlarini qildim. Keyin haqi psixik jihatdan maslahat berib o'zim psixikamda chatoq chiqdi demaysiz. Shuning bilan oxir men shu sababdan ben to'xtadim bu ishdan. To'xtab tijorat ko'chdim. Ko'chib bilan tijorat kirgan vaqtda biz tez tijoratdan xuddi shu YouTube'chilikda videoda shunday tezda bir o'tirg'i chiqqandek tijorat aşağı tez o'tirg'i chiqdi. Qandaqda? Ay shu mening necha yilda yoqi loyiha tushirgan qilgan ishlarim boshqalar bilan paranglashish, psixikasini egallash jarayonida men alaydim mol setish psixikasini yetildirdim. Shu narsani yetildirib odamlarga faqat bir mol sotquchi bo'lmadim, ideya taqatquchi bo'ldim. Bu jarayon bak qisqaroq hikoyalarim bor. Shuning bilan biz tezli mol setib ko'zi ko'rindi. Endi qaytib bugungi kunga kelsam, shu o'rgangan narsalarım, shu jamiyatdagi vatandagi tajribadan bu narsalarimiz bugunga jo'g'lanib keldi. Kelgandan keyin men endi o'tirg'i chiqib, mush his qilganlarimni so'zlasam,
Buni endi o'zim yolg'iz gap qilmayman, sizga o'xshash, ham birisiga o'xshash u bularni chiqib, shular bilan teng fikrlashib, shularning fikriga o'zim fikrimni qo'shib, har bir qitimda bir o'zim fikrimni yug'asam, shu suhbatga qo'shsam, anga mening necha yillik o'rgangan narsalarni vujud chiqara olaydi ekanman deb o'yladim. Ba'zi YouTube kanalının asıl bir inkaslar keldi. Siz başkalarının gibini bölməyin deb keldi. Ben ular küdüp koyma. Ben bölmə qaran. Qanday desiniz? Ben bir yerге bir kimге so'ni qo'yib bunda o'tirib, qanday qo'ygan deb bunda so'chidek so'roq emas, mushta paranglashqa chiqdim. Siz paranglashayotganingiz kallam chuqur bir gap keldi. Taqqidan shu vaqt so'rab olmasam, unutilib qolma uni. Endi sizdan paranglashish jarayonida endi bir narsani o'ylab bog'layman, boshqa bir narsa kallamga keldi ada bo'lgan ekan. Men uni darhol so'rayman. Bu qarshi tarafdan fikrini bo'lish emas, texim sizning fikringizni quvvatlash, texim fikringizni ifodalab chiqarishingiz kuch berish uchun bu. Men o'zim shaxsan shunday tushunaman. Shunda mushkil shaklda biz program olib bo'lgandan keyin bizning programlarimiz ko'rilish soni yuqori bo'ldi. Anlaş saatimi yuqori bo'ldi. Boshqa biz tezda adamni to'shqizib 40 kun qolmayla YouTube'da e'lonlarni ilib degandek bu e'lonni hech qancha kirim qilmaydi ekan. Kirmaydi ekan. Shunda bo'lsa-mu, demak bizning bir natijamiz bir oyning ichida men a'zo bo'lish, 40 kun ichida e'lon ilish nimasiga shartiga to'shdiq demak. U asli YouTube shirkatining 1 yillik sizga bergan vazifa. Biz şunu 40 günde o'rildik degan gap. Maşallah. Mushu gerçi bu bir maqsad bir yana pul tepish emas, lekin bir narsaning o'tirg'i chiqqanligini bildirdi. Machu biz e'longa erishganligimizning o'zi bir narsaning vujud chiqib e'tirof qilinishga erishganligini bildirdi. Mao bizga ilhom bo'ldi yana. Ilhom bo'lgandan keyin ankeyn men nurg'ulg'an paranglashib qanday qezib chiqmadan. Va shu to'xtamay Facebook'taki xalqlarning chiqargan narsalarini ko'raman. Ko'rdim, odamlar ideyasini tahlil qilaman, YouTube'ga chiqib chiqargan narsalarini ko'raman, Instagram'dan ko'raman. Ashta qilib mayli jamiyatdagi oddiy insonlarning ishidan ruh izlashni nim qildim. Biz ama anladım, canladım programımızga doktor, profesör, magistrlarni chaqirdik. Chunki u bir kasbiy bilim. Uni shulardan olamiz. Endi bunu qanday o'rganding degani yana oddiy oila ayollaridan, oddiy insonlardan, bolalardan olamiz. Cho'ng bilimni ashta qilmasa, kasbiy narsani qilganlar qog'iniga hamsiga men jamiyatdagi oddiy insonlarning ishidan fikr izladim. Ashta bo'lgan keyin shuni bilan ulardan jiq paranglashima, fikrlashima, siz buning ishida siz alaysiz. Rahmat. Demak, hamda mundachlik vaqtida sizningki bu qisqagina vaqt ichida naqadar bu yaxshi natijalarni qo'lga keltirib bo'lganligingizni hayron qolmasak bo'g'dak. Chunki vatanning o'zidan sizning jiq asoslaringiz tiklanib, har qaysi jihatlarda asli ul asosingiz va tayyorlik xizmatlaringiz dastlabda vatanda qilinib bo'lgan ekan. Endi nimalar bo'lmasin bu programmaga men taklif bilan qatnashgan bo'lsam-mu, lekin sizningki mushu qisqagina bir hayotingizni va yoki qilayotgan xizmatlarniki unimiga qarab turib bunu bir bilgim keldi. Rahmat sizga. Oy sizga rahmat. Endi hozir tegizib aytdingiz. Endi yana bir narsa ta'sir qildi-ku, biz onalarni farzandlar tarbiyalaydigan qarang. Bir kun qizim 2 yilni oldi, menga nima dedi-da? Opa siz chet elga chiqib yo'qolib ketdingiz dedi. Meni 2000 yillardagi Urumchidagi opam yo'q. Siz beklicha ketib ketdingiz. Men osh opamni ko'rgim bor dedi. Osh qizimning shu gapi menga bek ilhom bo'ldi. Shoma hozir tadrijiy Urumchidagi o'zimni tipatdimadagin Urumchidagi o'zim bo'lib bo'lamdim taxi. Inshaalloh vaqtida qisqa vaqtda topa olasiz. Siz vaqtida topa olishingizga tilakdoshmiz. Nihoyatda yaxshi natijalar qo'lga kelgusi. Endi sizlarningki qisqa vaqt ichida ozgina bir vaqt ichida yuqori bir unumni qozona olganliginglar, bu natijanglardan nihoyat xush bo'ldim. Gerçi qisqa bo'lsa-mu, nihoyat yangidan bir qurilgan bir programmalar, TV bo'lsa-mu, lekin endi qisqa vaqtning ichida har xil programmalarni o'tirg'a chiqara oldinglar. Endi bizningki vatandami televiziya stansiyalari bo'lgan. Endi mundachı degan vaqtida munbat tuproq deydigan bati odam va tabiat deb bati. Yana har xil bir programmalar bati. Yurakdan chin so'zlar, madaniyat bo'stoni, atrofimizdagi ishlar. Nayte, to'g'ri. Endi mushularning hammasiniki diktor riyosatchilari ayrim har bir programmaning 10dan 20dan
shundaq qiliqi shu xizmatchilari bo'lgan holatda qilingan bir programmalar edi. Hamda nihoyat qisqa bir vaqtning ichida shundaq bir televiziya stansiyasining programmalaridek bir programmalarni o'tirg'i chiqara olganligidan bek xush oldum hamda. Hamda nima degan vaqtida men Turkiyaningki ba'zi televiziya stansiyalarga bordim. Hamda bu TRT deymiz hamda. TRT'ga o'xshagan shundaq cho'ng bir televiziya stansiyalarini qandaroqdir deb tasavvur qilamiz ba'zida. Haqiqatan cho'ng, ammo lekin ularniki ba'zi shundaq ko'rinishga oldigan uylari, shundaq bir uylarining kamda cho'ngligi buningchilikmi chiqmaydi ekan ba'zida. Demak hamda bularda nihoyat yaxshi programmalar bo'ldi ekan. Ba'zi vaqtlarda hamda shu yerlarni qarasa nihoyat oddiylar boshlab uni o'ngshab, montaj qilib undan keyin chiqardi ekan. Sizlarning hamda mush qilayotgan xizmatlaringlardan hozirgi mush holatga akab bo'lmoq nihoyat bektas. Buni xush oldum. Inshaalloh ko'klanglar, taraqqiy qilinglar, ishlaringlar texmi xayrli bo'lsin. Deginingizga rahmat. Sizga rahmat. Bundan keyingi programlarimiz boshqa sarxil nurg'ulganda o'tirib chiqolmagan, qozmagan temalarimiz bor. Siz degandek shu demayman hozir. Sir qolsin. Inshaalloh. Temalarni ishla, nimazmonlarni chiqara debchi qiziqib va qolsin birdan xalqsin ayli. Inshaalloh. Rahmat. Ishlaringiz xayrli bo'lsin. Rahmat. İlham verdiniz. Biz özümüzün tunuşumuz gerek. Özümüzün tunup bolalğanda andın özümüzün başqalaq tunutalayımızcı. Doğru. Birəzi məsələn Uyğur kanallarını dep izləsim o. Bir xil estetik zoq beğişlaydigan, erkeğin paranlaşqan, aşda bir xil kanalını asıl qıla alsaq, mamı biz dünyaga köstüdügan bir yüzümüz buldu qaran. Doğru. Aşda buğanken bunu tirişdik hamdi. Tirişsiniz lan bir iş bul getirirsiniz, etrafınız sizga shunday yordam qildiganlar chiqdi ekan, masalan bunday gaplar suhbat qilib beramiz, chiqamsiz desiniz, ma'qul deb xo'shalik bilan chiqadiganlar bo'ldi ekan, fikr ta'minlaydigan bo'ldi ekan, maslahat beradiganlar bo'ldi ekan, biz ishni qilmay turib bilmaydi ekanmiz. Qilganni bildi ekanmiz. Inshaalloh xayrli bo'lsin. Nimali bo'lmasin, ozgina bo'lsinmi, garchi hayotimiz qisqa, qilgan ishlarimiz nihoyat cheklik bo'lsinmi, inshaalloh xayrli bo'lsin, har bir mangan qadamlarimizdan gul o'nsin. Hamda nimali bo'lmasin, biz bar imkoniyatning hammani, barini, bütünini, hammani beg'ishladik, hammani atidik. Qo'limizdan keladigan imkoniyatning hech birini biratalni qo'yib qo'ymadik. Shunda bo'lgan vaqtida inshaalloh bu ish biz o'ylagandan yaxshi bo'lishi mumkin. Qarindoshlarga shuni degim keladi. Sizlar yolg'iz emas. Biz sizlarni qarindishinglar. Sizlar hargiz azoblarda yolg'iz yosh to'kmanglar. Alloh sizlar bilan birga. Inshaalloh sizlarni atrofingdagi qarindoshlar sizlar bilan birga. İşi vaqtidan ko'p insonlar degan kitobni ko'rdim-da, ko'rib o'sha gapni tunji qitim men tushunamagan qaram. Mushu kalla, mushu ideya bilan mangishimiz kerak. Endi bunday go'zal paranglar nihoyat bulaqdek o'qib chiqadi ekan, har vaqt nurg'un narsalar yodim keldi. Rahmat. İşiniz vaqtingizdan ko'pkan. Demak 24 soat hayotingizda 48 soatlik unum yaratish bilan yashab o'tibsiz. Agar shu sifatga nail bo'la olsak, o'zimizni baxtli his qilamiz inshaalloh. Bir san'atkor mu sahnaga chiqib naqsh etsa, chavakdan ilhom oldi. Bu chavak uning oldida berilgan chavak, maqtash demak. Bizda mushu siz degan ideya bo'lmaydi ekan. Mushu bir tirishchilik ro'y bo'lmaydi ekan. Amerikaga chiqarsakmi o'xshash, Yevropaga chiqarsakmi o'xshash. Bizda oldi bilan bir ideya bo'lish kerak. Uningdan keyin nagilib borsak, shu ideyamiz bo'yicha mangsak, shu aktivlik bilan, shu ruhimiz bilan yashasak, inshaalloh natijalar hamon qo'lga keladi.